Hop. Azizlar, demak, Epstein fayllari haqida gapirmasak bo'lmaydi. Kechagi liftda gapirgan edim. Ammo liftdagi video saqlanib qolmabdi, shuning uchun yana qaytadan aytmoqchiman yahudiylarni ahvoli haqida. Biz endi onamni otalari zikr ahlidan bo'lganlar. Alhamdulillah, doim biz bular haqida ogohlantirilib kelganmiz. Chunki Qur'oni Karimda Alloh taolo уже bular haqida aytib qo'ygan. Kimligi haqida. Mana bu yerda intervyuda aytyaptiki, do you think you are the devil himself deyapti. Savol beryapti bitta jurnalist. Sen iblismisan? Iblisni o'zimisan deyapti-da. Savol bersa aytyaptiki, Jeffrey, nima unaqa savol beryapsan deyapti-da. Ismini ham tilim yo'g'im kelmayapti bunaqa razil insonlarni. Bular odam emas, inson deyman-a. Odam emas, bular o'sha shaytonning malaklari hammasi. Desa aytyaptiki, mani yaxshigina I have a good mirror deyapti. Mani yaxshigina oynam bor deyapti, qarang. Endi bitta hadis bor-ku, mo'min mo'minni oynasidir degan. Shunga o'xshab, mo'min mo'minni tanisa, johil johilni taniydi-da. Qarang, aytyaptiki, demak, oyna bilan u bilan aloqa qilar ekan. Ya'ni satan bilan endi, shayton bilan, iblis bilan. Bu gapi bilan-da endi buncha ishni kim qiladi? Kimning gapiga kirib qiladi? O'shalarning gapiga kirib qiladi, o'shalarga sig'inganlar qiladi. Ya'ni o'sha iblisga, shaytonga sig'inganlar qiladi. Xo'p, shu qori bo'lganlar bizni katta oppoq dadamiz. Ular bizni doim ogohlantirib kelishgan. Bizda ham bo'lgan, ya'ni hali ham bor nima yevreylar O'zbekistonda yahudiylar bor. Bular odamning go'shtini yeyishi hech kimga sir emas deb o'ylardim, lekin ko'pchilik bilmas ekan. Bizga oldindan tushuntirib kelishgan bolalarni ehtiyot qilish haqida, chunki ular bolalarni o'g'irlab, qarang, dushmanlarini bolalarini o'g'irlab, xuddi shunaqa ish qilishganda, Epstein nimasida ham, orolida ham xuddi shunaqa ish qilishgan. Hatto cheese tayinlashganda, shu ovqat tayinlashgan, qarang, shularni nimasidan-da. Buni butun dunyoga yayishgan. Masalan, McDonald'sda ham yaqinda topildi. Shunaqa odam go'shtidan tayyorlanadi degan narsa. Alhamdulillah, hech qachon yemaganmiz. Yemanglar bundan keyin. Yangi chiqqan narsaga o'chmiz, lekin ehtiyot bo'linglar. Texnologiya bo'ladimi, oziq-ovqat bo'ladimi, kiyim bo'ladimi, ayollar foydalanadigan kosmetika bo'ladimi, juda ham tekshirib, hamma yo'g'ini o'qib, yaxshilab qiyga ishlatinglar. Mana Epstein fayldagi odamlarni listi chiqib ketgan hozir, ya'ni u yerda kimlar bo'lgan. Hujjatlar mana. Ahvol shu mana. Endi dunyo. Endi bu yog'iga bularni sir saqlashmoqchi emas. Bekorga ochilmagan bu. Bu ochilish kerak edi. Qachon? Endi qachonligini keyin aytaman. Mana hozir ochildi. Bu vaqtlar bekorga emas. Bu hammasi rejalashtirilgan ishlar. Endi o'sha paytda bizga aytilardi. Bolalarni ehtiyot qilish kerak, ko'chada ehtiyot qilinglar. Bu avvalo Alloh saqlasin hammamizni. Alloh taolodan hammamiz ofiyat so'rashimiz kerak. Alloh taolodan yordam so'rashimiz kerak. Yalinishimiz kerak. Alloh taolo o'zi saqlasin bizni farzandlarimizni, avlodimizni. Endi zamon bundan keyin yaxshi bo'lmaydi. Zamon faqat yomonlashib boradi bundan buyog'i. Mana ko'ryapmiz. Kundan kunga yomonlashib ketyapti. Kundan kunga ahvol yomonlashyapti. Kundan kunga fitna uchiga chiqyapti. Kundan kunga ko'payib ketyapti fitna. Nima deb ogohlantirilganmiz, qarang. Yahudiylar musulmonlarning farzandlarini va boshqa umuman o'ziga yoqqan nimalarni farzandlarini o'g'irlab podvalda joyi bo'lar ekan, qarang. Olib borib o'sha yerga. Hali bola u yoqqa yuguradi, 3-4 tasi turib olib, hammasi pichoq ko'tarib olar ekanda, u yoqdan sayar ekan. Hali surpaga bir surpasi bo'lar ekan podvalda, qarang. Podvalda qilganining sababi bularni
nima bo'lganda, podvalda endi birov bilmaydi, eshitmaydi, baqirsa ham ovoz chiqmaydi. Hop, u yog'idan sayargan pichoq, bu yog'idan sayarganda haligi qoni bir qop nima solar ekan, un solar ekan. Qoni nimaga tushar ekan? Surpaga qarang. Surpaga to'kilib bola bechorani qoni. Haligi surpada haligindan nima xamir qorishar ekan. Ularni hayti bo'lar ekan, shunaqa hayitga o'xshagan bayram bo'lar ekanda, o'sha paytgacha, o'sha paytda yerkan bular odam go'shtni pishiribdi. Nimalariga tarqatar ekan, qarindoshlariga qarang, qilgan qilig'ini bularni. Odamni yeyishini biz oldindan shuni eshitganmiz. Qarang, o'sha opa dadalarimiz bilgan ekanda. Shuning uchun bolalarni ehtiyot qilish deyilgan, ya'ni bizda shuncha o'qilayotgan bolalar qat'iy ketyapti, nima bo'lyapti ularga, ularni taqdiri qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi. Mana hammasi ayonda. Bularni mana qilgan ishlari. Bu faqat hali parcha xolosda, butun dunyo bo'ylab tarqalgan bunaqa narsalar. Shunaqa qilishar ekan, bu narsalarni topishganda, ularni podvallaridan tushib topishgan. Ya'ni bu narsa bugun yoki kecha bo'lib qolgan emas, bular doim shunaqa ishlar qilib kelishgan. Bu narsalarga o'rganishgan. Bu ular uchun oddiy holat, ularni kun tartibi ularni. Dushmanlarim o'ldirsam bo'laveradi degan fikr уже bularni shu narsalarga olib kelganda, o'ldirib, hatto go'shtini ham yeyishadi даже. Alloh saqlasin, Alloh taolo o'zi bizga yordam bersin. Yo Robbil alamin, qanday zamonga qarab ketyapmiz. Shuncha ogoh bo'lishimiz kerak bo'ladi. Hamma yoqqa skeptik qarash vaqti keldi azizlar. Savol bilan qarash vaqti keldi. Уже hamma atrofdagilarga nima deydi? Gumon bilan qarash vaqti keldi-da, ya'ni atrofdagilar deganim dunyo nimasi, hamjamiyatiga. Endi bu elitlarni juda ham ko'pini biz shayxlarimiz tomonidan ham ogohlantirilamiz doim. Bular haqida gapirib kelingan. Kimi tarafda bular kimga xizmat qiladi, nima qiladi, qanaqa rituallar o'tkazishadi, bular endi ayon bo'lib kelyapti dunyoga. Allohning izni bilan. Endi bularni yashirmoqchi emas, chunki bular ochiq oydin dunyoga o'zlarini razil yuzini ko'rsatmoqchi va bir tarafdan dunyoni umuman shu reptiloidlarga moslashmoqchi. Ya'ni ularni shu ishlab chiqarayotgan kinolari oxirgi paytda shu nima qilib shunaqa bu yog'iga sir saqlanmaydi bu narsalar. Yana ham ochilib ketadi. Alloh taolo ularning yuzini ochdi mana. Ularning rejasidan Allohning rejasi buyuk-da, ustun turadi. Hammamiz rejamizda. Allohu akbar. Lekin biz ogoh bo'lishimiz kerak, farzandlarimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Juda ham ehtiyot qilinglar. Shu mana bolalar qayerga nimaga ketyapti, bilsa bo'ladi. McDonald's bormi? Hamma boykot qilingan mahsulotlarni deyarli yeb ichmanglar, ehtiyot bo'linglar. Alloh taolo hammamizni omonlikda ko'rish nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.